Assalomu alaykum, hurmatli kanalim muxlislari. Sizlar bilan yana jonli efirlarda qaynoq lavhalar ulashda davom etaman. Patsientkam tashrif buyurdi. Xush kelibsiz. Siz hali kelishingiz kerak emas edi, nimaga erta keldingiz? Ishimiz qilib shunday yaxshi bo'lib ketganini Allohga shukr qilib 10 kun bo'ldi endi sizlar lichenyangiz olayotganiga. Nima shikoyat bilan keluvdingiz? Shikoyatim issig'im 1 oydan oshiq vaqt davomida tushmadi. Hamma analizlarga qilib ko'rdik. O'zimizda men uzoqdan kelganman, o'zimizda viloyatda topshirdim hamma analizlarga. Qayerdan kelgansiz? Guliston shahridan. Guliston shahridan keldingiz. Kelganman. Hamma analizlarga ham topshirdim, organlarimda ham skriptalar ham qildim. Hamma doktorlar hamma joying yaxshi deb chiqardi. Rentgen ham qildim, MRT ham qildim. Shu issig'im tushmaganligi sababli holsizlik. Necha chiqdi issig'i shunda? 37,5 dan tushmadi. 37,5, ba'zida 38 bo'ldi. 38,5 gacha ko'tarilardi, lekin doimiysi 37,5, 37,2 o'shandan tushmadi. Qayerdan mana kelganingizda so'raganman. Qayerdan bilasan istiming chiqqan deganimda nima degansiz? O'lchab ko'rardim, har kuni o'lchardim-da, har chiqqanda o'lchardim. Yana qanaqa simptomlar bo'lardi o'zingizda? Simptom charchoq, shu holsizlik, doimiy nima deydi, kayfiyatim umuman ko'tara olmasdim. Hech bolalarimni erkalasam ham boshqa qilsam ham, chunki organizm charchaganmi bilmayman, ishtaham yo'q, ich qotish. Necha kunda kelardingiz? 3-4 kun. 3-4 kunda, xo'p. Ba'zida 2 kunda, lekin u juda ham kam vaqt. Ishtaham umuman yo'q edi, juda ham keskin tarzda ozib ketdim. Birdaniga ozib ketdim. O'zim ham tanimadim, lekin juda boshqacha kirodingizda. Juda 10 kun mana licheniya bo'ldi, Allohga shukr. Men uzoq safarga ketayotganim sababli 1 oy yana kuta olmadim. Bilet olib bo'luvdilar xo'jayinim. Shunga oldinroq bo'lsa ham kelib, sizda xabaringiz yo'q, lekin bundan men analiz topshirdim kechadan avval kuni. Yordam berishdi pastdagilar ham, ularga ham rahmat. Analizlarim tez javobini chiqarib berishdi. Shunga keyin qabulga kelib xursandchiligimdan keyingi etap licheniyalarni ham yozdirib, xudo xolisa olib ketay degan. Hozir qanaqa mana 10 kun, 15 kunda qanaqa o'zingizda o'zgarish bo'lyapti? O'zgarish ishtahalarim juda ham yaxshi. Mana analizlardan ham ko'rdingiz, gemoglobinim juda ham ko'tarilgan. O'sha bor chiqqan infeksiyalar yo'qolgan. O'sha Allohga shukr. O'ylayman, xudo xolisa keyingi davrda ham bundan ham zo'r bo'ladi. Isitma nima bo'lyapti endi? Isitmam yo'qolib ketdi. O'sha 3-kundan xudoga shukr chiqmadi. Hamma aytgan fizioterapiyalarni ham oldim. Azon terapiya, fizioterapiyalarni ham oldim. Allohga shukr, yaxshi, hammasi joyida. Ichim ham yaxshi kelyapti har kuni. Ishtahalarim ham yaxshi, gemoglobinim ham o'sha 10 kundan oshdi, lekin besam olibman. O'sha 10 kunda besam olibman. Chunki yeyishim yaxshi bo'ldi. Chunki ishtaham ko'tarildi, Allohga. Odam kayfiyati ham ko'tarilar ekan. Albatta, sog' bo'lsangiz, sog'tanda sog'lom aql deydi-ku. Kayfiyatim ham ko'tarildi, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Azizlar, bular mana juda ko'p tekshiruvlardan o'tgan, juda ko'p vrachlardan o'tib kelgan, to'g'rimi? Nechta tahlillar? 1 oy davomida tinimsiz analiz topshirdim. Remoproba ham, даже brutsellyoza ham, o'sha maydan mantiya olar ekan, o'sha tuberkulyozga ham topshirdim. Endi bilib bo'lmaydi-da, qo'rqib, chunki issig'im tushmagandan keyin gepatit B, C, hammasi, RV, spid hammasiga topshirdim. Hammasi Allohga shukr yaxshi chiqdi. Bitta oddiy shu ozgina e'tiborsizligim shu gijja bilan, siz aytgan infeksiyaga topshirmabman. Yo'q, o'shalar Allohga shukr sabab bo'lib shifo topdim. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Sog' bo'lsanglar bo'ldi, xursand bo'laman. Azizlar, hozirgi kunda juda ham virus nagruzka kuchli. Bemorimiz shikoyatini eshitdilaring, kelganda mana men tekshiruvlarni bilasizlar qildirganman va bu yerda katta miqdorda gerpes 6-tip chiqqan. Gerpes 6-tip juda ham shunaqa agressiv viruslardan biri. Mana bunaqa qilib immun sistema pastligidan u eplay olmagan organizm, u viali, ya'ni mana bunaqa to'lqinsimon kechavergan, ichak o'tkazuvchaligi ham yuqori bo'lgan. Mana qaranglar, limfatit baland chiqqan. Va eozinofil ham baland. Bu yerda ham parazitoz bo'lgan, ham virus nagruzkani hisobiga bemorning ahvoli shu darajaga kelib qolgan. Mana qolgan tahlillarni ham qildirganman, lekin unaqa qo'rqinchli narsa yo'q. Ya'ni mana shu virus nagruzka va parazitozning hisobiga bemorda o'zgarish bo'lgan. Undan keyin mana bular ketadigan bo'lgan va yana qaytadan topshirtirishgan. Mana ikkinchisi. Mana ko'ryapsizlar, bu уже remissiyaga tushgan. Gerpes 6-tip va bemorda istimalar tushgan, hazm yaxshilangan, to'g'rimi? 10 kun, 15 kun juda ham yaxshi natijalar bo'lgan. Azizlar, sog'liqlarga e'tibor beringlar, hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Birinchida kelganman, mana 17-da tushgan. Mana
Ko'ryapsizlar, bemorimiz o'zi xursand. Qarang, doim sog'lom turmush tarzi haqida gapiraman. Siz nimani his qildingiz sog'lom turmush tarzi deganda? Sog'lom turmush tarzi deganda men to'g'risi endi o'zimni sog'lom ovqatlanaman deb yurar ekanman-da shu vaqtgacha. Men o'sha siz aytmoqchi shirinliklarni chiqardim, absolyutno fast foodlarni chiqardim. Ko'proq o'sha ko'katli narsalar, meva narsalar yedim. Bir kunda o'sha e'tibor bersam, suv men normadan juda ham kam ichar ekanman. Suvni norma qildim, siz aytganda 3.5 litr ichdim. Bu juda ham u даже terimga ta'sir qilardi. Terimni tiniqlashtirib, kishishni traktda, o'sha anaqani ham yaxshiladi. Protsessni ancha yaxshiladi, Allohga shukr. Mashalloh. Ishtahalarim ko'tarildi. Baribir tabiiy davolanishga yetmaydi ekan hech narsa. Men shu narsaga yana bir marta amin bo'ldim. Rahmat. Azizlar, sizlarda ham shu va shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin.